I gave you my heart. Haqiqiy inson deyishga arziydigan insonlar o'zaro hurmatni qadriga yetadilar va uni tushunadilar. Odamlar bir-biriga nisbatan hurmatsizligi yaxshi yomonmi, hammani ko'nglini birdek bezovta qiladi. Har qanday fahsh so'zlar, qo'pol munosabat va odobsizlik bilan qilingan muomala tartibsizlik va bir qancha umuman keraksiz bo'lgan muammolarni keltirib chiqaradi. Bunday bo'lmasligi uchun o'zimizni qo'lga olishimiz va hamrohimizni qo'pol emas, balki xushmuomala munosabatda bo'lishimiz kerak. Demak, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Uz-Class kanali. Bu galgi roligimizda muomala madaniyati haqida 6 maslahatni aytib o'tamiz. Demak, yaxshilab joylashib oling. Qani unda biz boshladik. Muomala madaniyati insonni qanday fe'l-atvorga ega ekanligini ko'rsatib beruvchi asosiy omildir. Bu bilan siz ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'lishingiz yoki aksincha o'z hurmatingizni yo'qotishingiz mumkin. Quyidagi maslahatlar sizning muomalangizni ijobiy tarafga o'zgartirishga yordam beradi. Demak, birinchi, xushmuomala bo'ling, samimiylikni yo'qotmang. Bunday muomala o'zingiz uchun ham foydalidir. Ikkinchi, jahli chiqqanda o'zingizni qo'lga oling. Shaxsiy muammolaringiz birovni ta'bini xira qilishiga aslo yo'l qo'ymang. Uchinchi, yolg'on gapirmang. Har bir yolg'on so'z keyingisini yetaklashini unutmang. To'rtinchi, insonlarni kamsitmang. Har bir insonning o'z qarashlari mavjudligini unutmang. Beshinchi, sabrli tinglovchi bo'ling. Odamlar o'zlari haqida gapirishlariga ularga imkon bering. Oltinchi, suhbatdoshingizni qiziqtiradigan mavzular haqida gapiring. Qiziqishlar mosligi suhbatning davomiyligini ta'minlaydi. Suhbatdoshlarning ko'pligi sizning bu hayotda o'z o'rningiz borligini darak beradi. Mana shunday do'stlar, xushmuomalalik aslo zarar qilmaydi. Birovlarning ko'nglini ko'tarish va ijobiy taassurot qoldirish bu yo'nalishda katta foyda beradi. Umid qilamizki, bu rolik sizga albatta yoqdi. Xushmuomalalik madaniyati haqidagi ma'lumotlar sizga albatta manzur bo'ldi degan umiddamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Uz-Class kanali edi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.